Obbo, o'zim hisobotni ko'rib chiqdim-ku, nimaga to'g'ri chiqmayapti bu? Dadasi. To'xtattir. Dadasi, mana buni qarang. Oy, nariroq qilgin ko'zim o'tadi. Yo'q, siz Nimaga? buni bitta ko'ring. Chiroylimi? Qani? Mana bu ishingizni yopib turing. Mana shu ko'ylak menga juda ham yoqdi. Shu ko'ylakni menga olib berasiz. Mana shu ko'ylakni singlimni to'yga kiyib boraman. Chiroyli bo'lib. Jon xotin, men ishim boshimdan toshib yotibdi. Ko'ylakni nima qilasan? Boshqa narsani niyat qilsang-chi. Yo'q, nimaga ekan? Mana shu ko'ylak menga yoqdi. Shu ko'ylakni menga olib berasiz dedimmi? Olib berasiz bo'ldi. Qara xotinjon. Qara. Bu ko'ylak oddiy ko'ylak-ku. Voy, seni bejirimligingni qaragin. Yo'q, bu ko'ylak senga shu yarashmaydi. ko'ylakni olib berasiz. Olib bersangiz ham olib berasiz. Olib bermasangiz ham olib berasiz. Menga shu ko'ylak yoqdi. Shuni kiyaman. Bu senga to'g'ri kelmaydi. Mana qara, ko'zing ko'rmayaptimi? Nimaga endi? Nimaga ko'zim ko'rmas ekan? Shu ko'ylak menga mos. Xo'p, qisqasi, mana shu ko'ylak senga kerakmi? Bo'ldi. Faqat bitta sharti bor. Qanaqa? Hozir men bilan bitta joyga borasan, o'sha joyda aytaman. Tur o'ringdan. Bora olmayman, ovqatim bor-da. Unda juda ham yaxshi. Bormasak unda ko'ylak ham yo'q. Voy, nega Borishimni endi? qilaman. Fikridan qaytdi deb o'ylayapsizmi? Boramiz. Ovqatimni tagini o'chirib ketaman. Hozir ovqatimni tagini o'chirib oling. Tezlash. Dadasi, to'xtang, shartingizni aytmadingiz-ku. Aytaman. Faqat haligi o'ylanib turibman-da. Menimcha bu ish seni qo'lingdan kelarmikan, yo'qmikan deb. Qo'limdan kelmagan ish bor ekanmi? Aytavering. Bilasanmi? Yo'q, keyin onasi yaqinroq kelgan. Oldingizgami? Yo'q, men oldin nima qilasan? Mana shu yerda turgin. Ana. Endi qara, senga bitta savol. Boya ko'rgan ko'ylaging senga mosmi yo mana bunga mosmi? Bungami? Mana bunga. Menga mos. Qo'ysangchi. Aytib qo'yay. Bitta gap. Onasi yaxshilab o'ylab ko'rgin. Agar sen ham mana shu manikunga o'xshab olsang, senga bitta emas, 10 ta ko'ylak olib beraman. Va'da. Bitta ko'ylak uchun shuncha harakat qilamanmi? Mashina olib beraman deng. Onasi qo'ysangchi, qo'lingdan keladigan ishni qilsangchi. Men seni bilaman-ku, sen hech qachon nafsingga qarshi chiqa olmaysan. Bu seni qo'lingdan kelmaydi. Katta gapirishma, kichkina gapirishma. Aniq manekendek bo'laman. Siz ishonmayapsizmi? Men sizga hali Zarani kimligini ko'rsatib qo'yaman, dadasi. Siz hali men bilan yashab, meni kimligimni bilmas ekansiz. Bo'pti, mayli. Qo'lingdan kelsa, marhamat. Mashina bo'lsa, ana mashinada. Aniqmi? Aniq. Qo'y, muncha laqillading, ishga kechikdim. Yurak. Bo'ldi. Xo'p. Voy, to'xtang, dadasi. Nima qilsam ekan? Qanday qilib bossam bo'larkin? Jon singlim, qayni singlim. Oy. Assalomu alaykum, keling. Allo, Yayraxon, yaxshimisiz? Rahmat. Voy, o'rgilib ketay, tuzukmisiz? Bezovta qilmadimmi? Yo'q, tinchlikman. Gapiravering. Ha, tinchlik. Bir sizdan xabar olib qo'yay dedim-da. Qarang bir, tuzukmisiz o'zingiz? Yaxshi. Qarang, maslahatli ish bor edi-da. Nima gapingiz bor edi? Endi men bitta qaror qabul qilib qo'ydim. Ozishim kerak. Nima qilasiz hozir? Ishim bor. Ay, shu endi siz mendan yoshroqsiz, bilasiz, qanaqa yo'l yo'riqlar menga o'rgatarsiz. Voy, men bilmadim, kenayi. Siz mendan ham ozg'insiz, to'g'rimi? Qayerdan ham bilardingiz, to'g'ri.
Mantiqiy o'ylab ko'rmabman. Ha, mayli bo'lmasam, mabodo u bu joydan surishtirib ko'rsangiz aytib yuborarsiz, ha? Ha, mayli, hop. Ha. Endi qarorim qat'iy bilasiz. Endi ushlagan joyimni qo'yib yubormayman. Shunga. Ha, bo'pti. Mayli. Yayraxon, kelinga. Bo'pti, bo'pti. Yordam bersang nima bo'lardi? Kimga yordam beryapsan? Kelinoyingga. Akang uchun ozamiz. Opajonim. Yo'q, opamga telefon qilmayman. Opam oldilariga borib gaplashaman. Yordam berishi aniq. Xo'sh. Qani kecha? Kir, o'tir. Nima gap? Opa, xullas, ozishim kerak. Nima qilasan hozir? Bir chiroyli yuribsan-ku do'mbillab kira. Ustimdan kulmang-da. Endi shu ossam, kuyovingiz menga mashina berar ekan. Yo'q, bilmasam. Ishxonamda bitta qiz bor. 3-4 oydan beri ozishga harakat qiladi. Bir mahalgina ovqat yeydi, tinmasdan suv ichadi. Foyda berarmikin? Ha, o'z ko'zim bilan ko'rdim. 3 oyda mana shundoq bo'lib qoldi. Zo'r bo'lmasam, men ham bugundan boshlab hech nima yemayman-da, faqat suv ichaman. Rostdanmi? Zo'r. Yaxshi o'ylabsan. Voy, singiljonim, kelaman deb telefon qilganingga sen yaxshi ko'radigan shirinliklarni pishirib qo'yibman. Ha, mayli. Yemasang, jiyanlaring yeb qo'yadi shirinliklarni. Yo'q, yeyman. Bugun emas. Ertadan boshlab suv ichishni boshlayman-da. Bugun shirinligingizni oxirgi marta bo'lsa ham yeb olaman. Shunaqa degin. Singilginam baribir ozolmas ekansan. Yur, oshxonaga chiqamiz. Yuring. Nimaga o'zi meni zalga olib kirib oldingiz? Oshxonaga olib kirmasdan. Yana ozaman dermish bu. Voy, tavba qildim. Onasi? Voy, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi dadajonisi? Rahmat. Siz uchun shirin ovqatlar qilib qo'yganman. Voy, onasi juda ham qornim och, tezlashgin. Men kiyimni almashtirib chiqaman, xo'p? Xo'p bo'ladi. Onasi Siz nima desangiz shu-da. Haligi bitta iltimosim bor edi. Mashinangizni kalitini berib turing. Kalit? Nima qilasan kalitni? Ha, beravering. Baribir yaqinda berib yuborasiz-ku. Mayli. Kalitmi? Mana kalit, marhamat. Rahmat. Kiyimlaringizni almashtirib chiqaringmi, ovqatsiz turaman. Bo'pti, bo'la qol, tez, qornim och. Xo'p. Voy. Oppoqqinam. Meniki bo'lasan baribir. O'zim seni haydayman. Sal ozib olay. Xo'p. Ozgina qoldi. Voy, dadasi. Ovqat suzdingmi? Ha, tappa tayyorlab qo'yganman. Tushsangiz suzaman. Qarang-da. Shu mana siz ishxonada ishlaysiz. Sizni partnyorlaringiz bor. Shu qanday qilib bir-biringizga ishonch hosil qilasizlar? Masalan, o'sha tovar almashuvi bo'ladi. Shuni menga batafsilroq tushuntirib bering, nima qilasizlar? Shartnoma qilamiz. Aha. Buni senga nima aloqasi bor? Yo'yinda qarang, bizning ham kelishuvimiz bor, to'g'rimi? Shu kelishuvimiz ishonchliroq bo'lishi uchun ertaga men shartnomani chiqarib kelaman-da. Shuni imzolaymiz, xo'pmi? Nima qilasan shartnomani? Qayerda ko'rgansan qizil qor yoqqanini, a? Ustimdan kulmang-da. Qarang, shu men ishonchliroq bo'lishini xohlayapman. Siz baribir va'da berdingiz, o'sha va'dangizni bajarishingiz kerak-ku. Shuning uchun shartnoma tuzaylik deyapman. O'chir, hozir indamasam 1 soat laqillaysan. Qorni taka-puka bo'lib ketdi, ovqatingni so'z. Bo'l. Bo'pti, yuring. Yur tez. Qarang, shartnomani nechta turi bo'ladi?
Oy. Alo, Alo, Yayraxon? kenayi, siz birorta ozmoqchimisiz? Ha? Astoydil qaror qabul qilganman. Unda kenayi men sizni bir joyga olib boraman. Ye. Menga yordam bermoqchimisiz shunda? Albatta, Ha. nega emassiz-ku? Kenayi yoningizdachi pul ham olib oling. Pul? Dori olamizmi? Men dori ichib ozmoqchi emasman, lekin Yayraxon. Keyin ana oshqozonni ham kestirmoqchi emasman. Tabiiy yo'llar bor-ku, shunaqa yo'llar bilan ozmoqchiman. Albatta kenayi, albatta tabiiy ozasiz. Kamida yoningizda 500 yoki 1000 dollar pul olishingiz kerak. Voy tavba. Qayerga olib bormoqchisiz, Yayraxon? Kenayi, sizga natija kerak. Ha, xo'p. Men sizni kerakli joyga olib boraman. Ha, xo'p. Bo'pti, kelavering bo'lmasa men tayyorlanib turaman, xo'p? Bo'pti, xo'p. Boraman. Xo'p, bo'pti, xo'p, kutaman, xo'p. Bu meni qayerga olib bormoqchi ekan, ha? Ha, bu suv ilondan ko'p narsa kutsa bo'ladi. Lekin unga ishonmasdan boshqa ilojim yo'q. Mana bu qorinni yo'qotishim kerak. Ozish kerak, Zara, ozish kerak. Yayraxon, hozir shu hovlini 10 marta yugurib chiqsam, qancha ozardim-a? Navbatimiz ham kelib Chiroyli qoldi. ishlab Hech qancha ozmasdingiz kenayi. Ozsiz shu paytgacha ozardingiz. Ozmadingiz-ku. Nima deganingiz bu? Siz meni unaqa xafa qilmang. O'zingiz o'ylab ko'ring. Ishonch kerak paytda siz meni ishonchimni so'ndirib qo'yapsiz. Uzr kenayi, uzr. Men sizga hozir ishonch beraman. Hech o'ylamang, xo'p? Ichkarida shifokor bormikan o'zi? Kenayi, ichkarida shifokor bo'lmasa qorovul o'tirarmidi? O'tirsangiz yururming. So'radim-da, asabiylashmang siz ham. Ana, navbatimiz keldi. Yuring. Bir soatdan beri kutib o'tiribmiz o'zi ham. Assalomu alaykum. Ya, va alaykum assalom. Kelinglar, kelinglar. Keling, kenayi. Yaxshimisiz? Kelinglar. Assalomu alaykum. Bemalol, bemalol. Assalomu alaykum. Qani keling. O'tiring. Xo'sh. Xo'sh, men Murodjon Bahodirovchman. Dietologman. Bemorimiz kim? Bular. Bular. Semizlikdan aziyat chekyapsizmi, azizim? Nimaga meni azizim deysiz? Semizlikmish. Semiz emasman, sal to'lachadan kelganman, xolos. Yo'q. Kenayi o'zingiz bosing. Shifokor gapirish usuli shunaqa. Endi hammaga har xil gapiradi-ku. Xo'p. Odamni sharmanda qilmang kenayi. Bu kishi Yevropada ta'lim olib kelgan. Doktor, xullas menga azizim deb o'tirmang. Men sal g'alati bo'lyapman. Bunaqa gaplarni eshitmaganman. Xullas, ozmoqchiman. Aynan siz ozish uchun munosib joy va munosib shifokor tanlabsiz. Ha, ana. Mana siz do'mboqqina, ko'hlikkina ayolsiz. Aslida bu hammasi go'zallik. Biroq biz bu go'zallikka yanayam husn qo'shamiz. Kinoyimga diyeta yozib berasizmi? Albatta azizim, albatta. Ha, Hozir siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Mana, masalan bugun nonushtaga nimalar iste'mol qildingiz? Bugun shu 5-6 bo'lak kolbasa, yonida yog'i bor edi. Yaxshi. 2 tuxum, pishloq. Undan keyin ozgina murabbo bilan shirinlik ham yedim. Ajoyib. Voh. Ajoyib. Juda ajoyib. Ey, bunday nonushtadan keyin pashsha aniq filga aylanishi mumkin. Nima? voy kenayi. Nima deganingiz bu? Ustimdan kulyapsizmi? Yo'q.
Azizim, iltimos. O'tirib oling. Qayerga olib O'tirib keldingiz, oling. Yayraxon? Mana unga qarang. Endi bu yoqqa qarang. Endi esa to'g'riga qarang. Yaxshi. Men sizni o'zim uchun kashf qildim. Ya'ni ozg'inlar uchun semirish yo'lini kashf qilyapman. Ha, jonim, tushlikda nima yeysiz? Endi bunisi oshib tushdi. Jonim ponim deysizmi? Jonim azizimni boshqasiga aytasiz, tushundingizmi? Men o'zi nimaga siz oldingizga keldim? Turing Yayraxon, ketdik. Kimni oldiga olib keldingiz meni? Kenay bu nima qilganingiz? Oylab navbat kutishadi bularga. Siz iltimos qilganim uchun bir kundayoq qabul qildilar. Menga desa butun umr kutishsin. Akiz jonim demagan menga. Buningiz jonim deydi. Bor yo'qol, semiz. Kenay. Voy singlim. Uzr. Voy. Axir meni nozikkina qalbimga voy osh. O'zing sebizsan. Shkaf. Yo, men bularga tushunmayman. Axir men bularga shirin so'z gapirib ko'ngilni olay desam, bular esa noto'g'ri tushunishadi. O'rgildim. Yayraxon, nimaga buncha xunob bo'lasiz? Voy, siz uchun yalinibman. Nima qilganingiz bu? Yo'q, siz gapini qarang. Azizim deydi, jonim deydi. Indamasam hayotim deydi. Akiz bo'lib qolsa, o'ldiradi buni. Kenayi, bu madaniyat belgisi. Hech qanaqada. Bu madaniyat belgisi emas, bu madaniyatsizlik. Jonginammish, joning chiqur. Xotiniga qilsin bunaqa muomalasini. Kenayi, bir marta odamga o'xshab yordam beray deganimda, lekin siz bunga arzimas ekansiz. Do'mbillab yuring shunaqa qilib. Ketdim men. Xullas ketdim men. Voy, tashlab qo'ymaysizmi meni? Yugurib yetib oling, ozasiz. Yayraxon. Ilon. Yayraxon, shoshmang. Bu dietolog deganlari ham ancha pul ekan. Endi nima qilaman? Kamiga shilqimlik qilyapti, menga yaramas. Opamni harakatga keltirsammikin? Agar men uchun harakat qilsa, aniq ozaman. Buning uchun opamni birinchi bo'lib jahlini chiqarishim kerak. Zara, opangni oldiga bor. Opang sen uchun harakat qilmasa nima qilib yuribdi? Opam nafsimga to'g'on bo'ladi. Ana, yechimim topildi. Opa, sizga tunov kuni dardimni ayta olmagandim. Men ichimda katta dardim bor. Dardi bor odam shunaqa do'mbillab yuradimi? Qo'ysang-chi. Qanaqa dard? Seni hech bir darding yo'q. Mazza qilib yashayapsan. Ering ham yaxshi. Nima yetmayapti senga? Yetmaganiga ering mashina olib bermoqchi. Zo'r-ku hammasi. Erim yaxshi emas. Kuyovingiz agar ozmasang ajrashaman dedilar. Bu gap qayerdan chiqdi? Kuyovingizni qurt yegan miyasidan chiqdi. Shunaqa dedi, ajrashaman dedi. Ozsang ozding, bo'lmasam manekendek ayol olib olaman dedi. Shunaqa dedimi? Yo'q-e. Hazillashgandir. Shunga darrov men bilan ajrashadilar deb o'yladingmi? Yo'q, hazillashmadilar opa. Men hozir bilasizmi qayerdan kelyapman? Aytchi. Dietologning oldidan kelyapman. Nimaga? Bilasizmi kim olib bordi meni? Kim? Qaynisinglim, Yayraxon. Yayrami? Yayrani bilasiz, suv ilon. Biron nima bo'lmasa, yaxshilik qilib o'tirmaydi. Shu akasini gapiga kirib, olib bordi. Sanjar aka hali shu darajaga yetib bordilarmi? Iltimos, faqat sizga bu gapni aytganimni bilib qolmasizlar, xo'p? Men tez ozishim kerak.
Hali uyga ham borishim kerak. Singlim, bo'ldi. Menga qara. Birorta chorasini topasiz, men uchun nimadir o'ylaysiz? O'ylayapman. Masala jiddiyga o'xshaydi. O'zim biror chorasini topaman. Ovqatingiz bormi? Qanaqa ovqat, Yig'ishtir ovqatni. O'zi yig'lab o'tiribsan ozaman deb. Endi siqilganimga oshqozonim ovqat talab Talab qilyapti. qilmasin. Ovqat masalasini unut. Umuman ovqatlanma. Kech bo'ldi. Oldingizda biroz qolsam maylimi, bo'lmasam? Hozir ketaman deyotganda endi qolaman deysan. Bo'pti. O'zingga kelib ol. Bir yuz ko'zingni to'g'irlab keyin chiqarsan. Xo'p. Hozir suvab kelaman. Nimadir yana qo'shib oling. Hoppa, hop. Voy. Ishqilib beraman. Nima qilsammikin, ha? Oshqozonimni kestirsammikin? Yo'q, bo'lmaydi. Shuncha ovqatni keyin qanday qilib yeyman? Kimdir bormi bu uyda? Nimaga eshik ochiq? Opa, assalomu alaykum, keling. Va alaykum assalom. Yana ovqat yeyapsanmi? Ol bu yoqqa. Meniki emas. Ber. Ovqat yemaysan. Opa, Nimaga kelishgandik? Ozmoqchi bo'lgan odamning ahvolini qaranglar. Ovqat yo'q senga. opa, hali tushlik qilganim yo'q edi. Hech narsa qilmaydi tushlik qilmagan bo'lsang. Nonushtaning o'zi yetadi senga. Chorasini topdingizmi? Topdim. Men bu yoqda chora izlayveray, sen esa hamma chorani yo'qqa chiqargin. Yana shuncha narsa. Nima qilamiz unda? Bitta singlim ajrashib ketishiga yo'l qo'yarmidim? Chorasini topdim. Sport bilan shug'ullanamiz. Sport? Men qanday qilib sport bilan shug'ullanaman? O'zim senga yordam beraman. Hammasi nazoratim ostida. Qara. Qulayroq kiyim bormi? Bundan boshqa? Bor. Tez kiyimini almashtirib chiqin, hovlida mashq qilamiz. Bo'la qol. Qani tez imillama. Bo'la qol. Xo'p. Ana ovqat. Yo'q, ovqat masalasini unut. Kiyimini almashtir. Xo'p. O'zim seni ozdiraman. Bir burda bo'lib qolgan hali. Seni o'zim o'zgartirmasam. Tayyormisan? Bo'la qol, tush tez, lalayma. Tezroq yur endi. Xo'sh. O'zgarishga tayyormisan? Tayyorman. Bo'lmasa qara. Hozir sen hovlini ana u burchagiga borasan. O'sha burchakdan mana bu yerga qadar yuguramiz. Qo'l ishorasi berganda tushundingmi? Qo'limni tushiraman. 10 marta borib kelasan. 10 marta? Ha? O'lib qolaman-ku. Qanaqa o'lasan? Eringga yoqmoqchimisan? Ha, yoqmoqchiman. Mashinani minmoqchimisan? Ha? Bo'ldi. Demak boshlaymiz. Qani? Tayyorlan. Bor burchakka. Tez. Xo'p dedim-ku. Bo'la qol. Qani? Tayyorlanamiz. Qani? 1, 2, 3. Bo'la qol. Tezlash. Ha, harakat qil. Chaqaroq. Oyoqlarni ko'tarib orqaga qaytamiz. Jolly, tez, oyog'ingni ko'tar. Tez. Yana. Bo'la qol, singiljonim. Bu turishda yeringga qolmaysan, bo'la qol, yuguramiz. Tezroq. Charchadim. Ozgina dam olaylik. Time out. Endi 3 marta borib kelding-ku, qanaqa time out? 10 marta yugurmadimmi hozir? Yo'q, 3 martagina yugurding. Bo'pti, dam olaylik. Hech qanaqasiga dam olmaymiz. Mashqlarni davom ettiramiz, mayli bo'pti. Boshqa osonroq mashqlarni qilamiz. Yana mashq qilamizmi? Albatta, endi boshladik-ku. Boshqa mashqlar uchun bizga yopiq zona kerak. Zalingda mashq qilamiz. Yur. Bo'ldi, ko'p gapirmasdan tez yur. Yur. Opa. Yur. Ovqat qilishim kerak edi. Tez mashq. Shu shartmi? Qani, kira qol.
tez. Tur ana o'rtaga. Xo'sh. Oh. Hali seni semiz dedim, ha? Ha? Manekenda kesiga uylanmoqchi ekanmi? Ha? Shunaqa. Ko'zlari o'yilib tushsin. Hali shunaqangi ozib ketkinki. Manekendek xotinim borligida faxrlanib yuraman desin. To'g'rimi? To'g'ri, opa. Xo'p. Davom ettiramiz, qani? Bo'l. Endi hozir o'tirib turish mashqlarini qilamiz. Oy, oyog'im og'riyapti-da. Qanaqa oyog'ing? Hali endi boshladik-ku. Xo'p, 25 marta o'tirib tursang yetadi menimcha. 25 marta? Ha? Kammi? Qo'shaymi? Yo'q, bo'ldi, o'tirib turaman. Boshladim bo'lmasam. Xo'p. 1 Ha? 2 3 4 4 5 6 7 Nima bo'ldi? Ha, belgilaymi? Tortishib qoldi. Tomir tortishib qoldi, opa, bo'lmaydi. Qayering tortishib qoldi? Tomir, mana bu yerda. Hech qanaqasiga tomiri-pomiri tortishganga o'xshamaydi, bahona qilma. Tur o'rningdan qaytadan qil. Davom ettiramiz. Voy, hech bo'lmasa yana 5 daqiqa. Ketdik. Aha. 8 9 10 Oy. Bugunga yetar ha. Charchadim, ozgina dam olaylik, serial ko'raylik. Biram dangasasan-ey. O'zing ko'r o'sha serialingni. Men uyga ketaman bo'lmasa. Lekin ertaga aniq kelaman. Ertaga yana mashq qilamiz. Kelmasangiz ham mayli-da. Biror narsa dedingmi? Yo'q, hech narsa. Shundoq bo'lsin. Ertaga meni kutgin, xo'p? Bo'lmasa men ketdim. Uyda ham ishlarim qarashib yotibdi. Mayli. Kuzatib qo'yaymi? Shart emas. O'zi zo'r o'tiribsan. Ozish namuncha qiyin-a. Yo'q, bu reja ish bermadi. Opam bu turishda aniq meni o'ldirib qo'yadi. Menimcha yayrayotgan usul yaxshiroqmi deyman-da. Bir qop kartoshkali sakraganimdan ko'ra shu dieta tutganim yaxshiroq. Yayraxonga telefon qilay unda. Alo, Yayraxon. Yaxshimisiz? Rahmat. Sizni xafa qilib qo'ydim-a? Iltimos, anu dietologingiz yoniga yana bir marta olib borib ko'ring. Sizni qabul qilarmikin? Shu jonim asalim demasa bo'ldi-da. Asalim demadi-ku kenaga. Jonim ham asalim deyapti. Xullas, shu, Yayraxon, iltimos sizdan. Men o'zimga kelib oldim, bo'ldi, boshqa urush janjal qilmayman. Bo'pti kenaga, mayli. Iltimos qilib ko'raman yana. Xo'p, rahmat Yayraxon. Bo'pti. Ko'rishamiz. Ay. Mashina kerakmi? Ozamiz. Opamni bekor aldadim-da. Ha, mayli. Bir gap bo'lar. Mashina olay, hammasini tushuntirib beraman. Voy. Yaxshisi turmaganim yaxshi. Bilasizmi azizim, semizlik bu juda ham yomon kasallik. Ozish kerak. Harakatlanish kerak, ha. Dieta. Agar yonimga kelsangiz, men o'zim sizga ozish uslublarini yozib beraman. Xo'p, keling. Xo'p, Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar. Keling. Marhamat. O'tiring, keling.
Yaxshimisiz? Rahmat. Sizga talabim bor. Xo'sh. Meni jonim, azizim deb o'tirmang, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Ha, Yayraxon aytdilar. Ha, Men sizni tushundim. Xo'sh. Demak, ozish uchun astoydil kirishamiz. Shundaymi? Shunaqa. Xo'p, unda tushundim. Siz ozmoqchisiz. Lekin qancha muddatda ozmoqchisiz? Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Tushunarli. ha. Demak, siz eringizga yoqish uchun ozmoqchisiz, shundaymi? Erimga yoqish uchun ozaman-da, sizga yoqish uchun ozamanmi? Voy, Yayraxon, nimaga oyog'imni tepasiz? Men to'g'risini gapirdim. Nima, xato gapirdimmi? Odamlar uchun ozamanmi? Erim uchun ozaman. azizim Yayraxon, kechirasiz. Men bunday mijoz bilan umuman ishlamayman. Voy, tushundim. Uzr, doktor. Kena yuring ketdik. Nimaga ketarkanmiz? Pulini to'ladim, retseptini yozib bersin. Voy, yuring tashqarida gaplashaylik, yuring. Rahmat. Kenayi, to'xtang. Men ahmoq bo'lib yana pul to'lab o'tiribman-a? Retsept ham yozib bermadi menga, Yayraxon. Kenayi, xafa bo'lmang. Siz avval psixologga boring, xo'p? Keyin kelasiz bunaqa joylarga. Yayraxon, xafa bo'ladi ham demaysiz-a? Nozikkina ko'nglim og'rib qoladi ham demaysiz-a? Voy, Kenayi, nima dedim? Akangizga aytib beraman. Voy. Men bu ayolga umuman tushunmadim. Qancha yaxshi gapirsang, shuncha o'zidan ketadi-ya. Mana. Hozir. Ey. Oy. Hozir boryapman. Kim u? Tadam! Men keldim asosiyli. Assalomu alaykum. Qani, ichkariga. Mazam yo'q degandim-ku. Yop eshikni. Sen birinchi navbatda ozishing kerak, tushundingmi? Bu ishga kirishdikmi? Churq etgan ovozing chiqmasin. Qani endi oldimga tush. Nima qilamiz, opa? Mana bu do'mboqlikni yo'qotamiz. Mana qara nima olib keldim senga. Nima qilaman buni? Voy. Bu bilan mana bu belingni ozdiramiz. Ha, Kechaga kiygan kiyiming qayerda? uyda? Bor tezda kir. Kiyimingni almashtir. Mashqlarni boshlaymiz. Dangasalik yo'q. Tez bor. Voy, Sen bilan o'zim shug'ullanmasam. 2 3. Tuyapsanmi? hozir. Tez bo'l. Voy, mana bu ko'ylakni qarang. Rosa chiroyli ekan-a? Qani? Hali olsang bu ko'ylaklar biram yarashadi senga. Eringni og'zi ochilib qoladi. Mana bu qizili ham chiroyli ekan-a? Chiroyli ekan. Ber tez telefonni menga. Mashq qilgin sen. Olman buni. Qanday qilib nima qilaman buni? Buni olasan qo'lingga. Tepaga ko'tarasan, belingni yaxshilab aylantirasan. Mana bu belingdagi yog'lar ketadi. Xo'p, beringchi. Sha, Voy, tur o'rtaga. Qani? Ko'tar. Belni qattiq aylantir. bel qayerda edi o'zi? Men qayoqdan bilaman bel qayerda? Ana o'sha yerda bo'lsa kerak. Tez. Qilyapman. Qandaydir noqulaydi, opa. Koptoysiz qilsam bo'lmaydimi? Bo'lmaydi.
Bu bilan effekti ko'rinadi. Qani? Davom etamiz. Aha. Alo. Tez gapir. Oyi, uyga tezroq keling. Nima bo'ldi? Meni mazasi qochib qoldi. Isitma chiqyapti. Voy, men sizlarga aytdim-ku, marojni yemanglar deb. Yo'q, men yemadim, oyi. Hozir boraman, bo'pti. Voy. Bir ish chiqarib turishadi-ya. Nima bo'pti? Uyga ketishim kerak. Jiyaningni mana isitmasi chiqib o'tiribdi. Ketasizmi? Namuncha xursand bo'lding, a? Yo'q, xursand bo'lmadim. Ketsangiz mana shuni ham olib ketasiz, a? Olib ketmayman. Jiyanimga bering, o'ynaydi. Bu o'yinchoq emas senga. Buni ham mashq qilishing uchun topib keldim shuncha joydan. Olib ketmayman. Mashqlarni bajar. Xo'p, Chiqma ovora bo'p. Mashqlarni davom ettir undan ko'ra. o'zi ham chiqmoqchi emasdim. Bo'pti. Bo'pti. Ko'p to'g'mish qilmayman. Voy, nima qilmoqchi edim? Oshxonaga bormoqchi edim. Yo'qoli. Oy. Dadasi. Oy. Ha, tekshir nima bo'ldi? Dadasi shartnomani buzamiz, xo'p. Qanaqa shartnoma? O'sha kuni shartnoma tuzdik-ku. Mashina ham kerak emas, ko'ylagi ham kerak emas. Manikenida osilib turaversin. Tinchlik kerak. Manekenga ham o'xshamayman, kerak emas, xohlamayman. Turaversin ko'ylagi ham. Ha, nimaga endi fikringda qaytding? Menga qara, men senga mashinamni beraman deb niyat qilib qo'ygandim. Bu juda ham yaxshi. Demak, mashina ham, ko'ylak ham yonimizda qoldi. Ey, xurlamasdan yoting. Yaxshi. Men tushundim. Albatta ozaman. Sendan voz kechmayman. Hali meniki bo'lasan. Go'zalim, sen uchun hamma narsa qilishga tayyorman. Ha, onasi tinchlikmi? Voy. Tinchlik dadasi. Kecha men sizga nimalar dedim? Mashina kerak emas dedingmi? Bilasiz dedingda ish qilib. Ha, fikringda qaytdingmi? Ko'ylak kerak emasmi? Kerak. Bu kecha Yo'q, hazillashdim. Dadasi hammasi hazil edi. Hamma gapimni haqiqatda bilaverasizmi? Men ozaman. Mana ko'ring, o'zi ozishni ham boshlaganman. qani ozganmisan? Ha? Xohlasangiz men taroziga ham chiqishim mumkin. Bo'ldi, shart emas. Kecha aytadiganingda hammasini aytib bo'lding. Aytilgan gap, otilgan o'q. Dadasi ozaman. Shuning, ozroq vaqt bering. Men mashina minmoqchiman-da. Yaxshi. Unda mashinaga chiq. Nega? Bir joyga borib kelamiz. Qayerga? Chiq, borganda ko'rasan. O'tir qol. Mayli. O'tir. Ana. Ha, onasi-ya. Xotinjon. Voy xudoyim, ey. Qani, ketdik. Kelar onasi, kel. Nimaga bu yerga keldik, dadasi? Sen kelavergin. Senga ko'rsatgan ko'ylagim, mana shunga bo'ladi deganmidim? Sen menga maniken bo'laman deganding. Shunaqa. Ey, onasi, agar menga shunaqa ko'ylak kiygan qizlar yoqqanda edi, men o'shanaqalarni biriga allaqoch o'ylangan bo'lardim. Hech narsaga tushunmayapman hozir. Sen menga mana shu turishingda yoqasan. Ayol kishi
har doim o'ziga mosini, xosini kiyishi kerak. Ana. O'ziga loyiq ishni qilishi, o'ziga loyiq bo'lgan narsalarni yonida olib yurish kerak. Nima sen? Manikini yonida turishing kerakmi, a? Mana shu plastmassa haykal senga loyiqmi? Yo'q. Onajonisi. Sen mast turishingda menga yoqasan. Faqat o'zingga munosib narsani bilsang bo'ldi. O'sha kuni shuni aytish uchun shuni oldiga qo'yib qo'yganmidingiz? Shunaqa. Dadasi, men ozaman deb. Bo'pti. Diyetolog yoqdimi senga? Yo'q. Ko'rdingmi? Ayol kishi o'ziga loyiqlar davrasida yurish kerak. Endi mashina mingim keldida. Men adashdim, dadasi. Ozish uchun kimlarnidir ovora qilish shart emas. Insonni o'ziga bog'liq, inson iroda qilish kerak, o'ziga qarshi kuch topish kerak. Tushundim. Endi opangga rostini ham ayt endi. Ularni oldiganimni ham bilasizmi? Bilaman, hammasini bilaman. Mayli, keta qolaylik. Mana bu maniken asabimga o'ynayapti. Bo'pti, ketdik. Mayli, mashina olib bermasam ham, lekin senga ko'ylak olib beraman. O'zingga yarashganini olib beraman. Rahmat, dadasi. Dadasi, ishdan ertaroq qaytasizmi? Boya esimdan chiqib qopti. Haligi uyda un qolmagandi. Uni olib keling. Kirdingmi? Ha, kirdim. Stol ustiga qaragin, bir narsa bor. Nima u? Qaragin. Xatmi? Ha, xat. Onasi, insonchalik aziz bo'lmagan narsalarga yolg'on gapirmagin. Men seni mana shu borligicha yaxshi ko'raman. Hayotimsan, borimsan. Agar meni sevsin desang, hech qachon o'zgarma. Sen mendan mashina so'raganding. Ertaga senga mashina olib beraman. O'qidingmi? O'qidim. O'qidim dadasi, rahmat. Rahmat kattakon. Mayli onasi. Yaxshi ko'raman sizni. Uyga vaqtliroq keling. Xo'p, kutaman. Kelaman.